Bir ayol kishining boshiga tashvish tushyapti-da. Folbinga boryapti. Folbin aytayapti, sizni yaqinlaringizdan biri sizga sehr qilgan deyapti. Ayting, u ayol kimdan gumon qiladi? Birinchi ovsinidan, qaynopasidan, qaynonasidan gumon qiladi. Folbin bir insonning shaxsiyatida iymonsizlikka olib boradigan, kufrga olib boradigan bir illat, balo, ofat bo'lsa, jamiyatning tinchligiga, osoyishtaligiga putur yetkazadigan ma'naviy jinoyatchi. Bir qancha insonlar boring, sizga sehr qilinibdi deydi. Kim qilgan? Kim qiladi sehrni? Yaqinlaringiz deydi. Ayting. Iymonsiz odam uni gapiga ishonmaydi. Yaqin kimdan gumon qiladi? Gumon qilishlikni o'zi iymondan ayirib qo'yadi. Alloh taolo Qur'onda ba'zi gumonlar gunohdir dedi. Aynan o'sha gunohga undaydi. Qarang. Jin va shaytonlar va ularning malaylari bo'lgan folbinlarning maqsadi shu, insonni gunoh qildirishlik. Shuning uchun bu narsadan panoh berishlikka, panoh so'rashlik kerak. Har bir inson o'z ahlini, oilasini bundan himoya qilishligi kerak.